Assalomu alaykum. Bizni Tojikistondan kuzatayotgan obunachilarimiz Hikmat Travel'da qanaqa yangiliklar bo'lyapti degan obunachilarimiz uchun xudo xolasa bizga like'larni bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yganlarga birinchilardan bo'lib videolarimiz chiqadi. Sizlar ham kanalimizda yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'ysalaring, Hikmat Travel'da qanaqa yangiliklar bo'layotgan bo'lsa, sizlar birinchilardan bo'lib ko'rib borishlaring mumkin bo'ladi. Xudo xolasa yangi reyslar qo'yildi deyishdi. Bugun Hikmat Travel'ga yetib kelganmiz. O'zining litsenziyasiga ega bo'lgan kompaniyadan xudo xolasa Umra safariga borishlaring mumkin bo'ladi. Abdug'offor akadan to'liq ma'lumotlarni olib beramiz. Sizlar like'larni bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysizlar. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, bizning Tojikistondan kuzatayotgan obunachilarimiz juda ham ko'p aka. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlar xudo xolasa bor aka, yo'q bas. Xudo xolasa bitta tushuntirib bering, qachonga yangi reyslarimiz bor aka, narxlari qanaqa bo'lyapti, sharoitlar qanaqa aka? Bitta to'liq qilib endi 14 kun umra safari haqida ma'lumot bersangiz. Xo'p bo'ladi. Kunlaridan boshlaymiz. Qaysi kunlarga reyslarimiz bor? Toshkentdan reyslarimiz avgust oyiga 9, 12, 15, 19, 22, 26, 29 avgust kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Toshkent shaharidan, xalqaro aeroportidan. Buni narxini $925 qilib beramiz, xudo xolasa. Toshkentning narxini. Xo'p, yo biz vodiydan boramiz deydiganlar uchun Farg'ona Madina reysimiz ham qo'yilgan. Buni kunlari 12 avgust, 19 avgust, 26 avgust. Farg'ona Madina reysimiz. Buni narxini $975 qilib beramiz. Farg'ona Madina reysini. Xo'p, Namangan Madina reysimiz ham bor. Namangan Madina reysimiz kunlari 12 avgust, 19 avgust va 26 avgust kunlari qo'yilgan. Buni narxini $1015 qilib beramiz, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqib joylarni bron qilishlaring mumkin. Yo'q, biz qanaqa qilib joyimizni bron qilamiz deydiganlar uchun Tojikistondan turib shu nomerda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Bemalol pasportlaringni tashab bersalaring, joylarni bron qilib qo'yamiz. Aeroportga borib hisob-kitob qilib uchib ketaverasizlar, xudo xolasa. Undan muammo yo'q. Yo'q, biz borib ofislaringga qilmoqchimiz deydiganlar uchun ofislarimiz respublikamiz 3 ta viloyatlarda bor, Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Qaysi bir o'zlaringga yaqin bo'ladigan bo'lsa, borib bemalol to'lovlarni qilsalaring bo'laveradi. Undan tashqari sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha gastitsamiz uzoqligi, Makka Mukarramada 800 metrdan 800 metrlik Samal Misk gastitsamiz nomi. Keyingisi Darbunyan 2,5 kilometr. Agar qaysi biri bo'sh bo'lsa, o'sha yerga tushasizlar. Xo'p, undan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. O'zimizni o'zbek povurlar borib o'sha yerda pishirishyapti sizlar uchun, xudo xolasa. Bemalol borib o'sha yerda ham baho beraverasizlar inshaalloh. Xo'p, undan tashqari Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi. Xo'p, 50 bosh xizmati iloji boricha aeroportdan billa borib, billa kelishadi. Undan tashqari firma tomonidan kamzil so'mka bejik beriladi va qaytilayotganda 5 litr zamzam suv bonus sifatida qo'shib beriladi, xudo xolasa. Har bitta odamga, xudo xolasa borishganda umra amallarini tugatishgandan keyin qaytayotganda 5 litrdan zamzam suv beriladi. Endi 5 kishidan oshiq bo'lib boradigan bo'lsalaring, yana zingdekkina bu aytgan narxlarimizdan ham chegirma qilinadi bor yana. Bemalol aloqaga chiqinglar, joylarni bron qilishlaring mumkin. Xudo xolasa kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, qanaqadir Hikmat Travel'da yangiliklar bo'layotgan bo'lsa, har kuni sizlarga video joylab borishga harakat qilyapmiz. Kanalimizga obuna bo'lib, like'larni bosib qo'ysalaring, xudo xolasa yangi videolarimiz sizlarga birinchilardan bo'lib chiqib boradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha